Mana 2 kunlik intensiv darsda qatnashdik va o'zimizga judayam katta, judayam yaxshi keyslarni oldik. Albatta korxona rahbarlariga va menejerlariga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum, men Shahruz Karimovichman. Kasbim stomatolog. Bu kursga kelishim asosiy maqsad, men omma oldida gapira olmasdim, uyalardim, qo'rquv, hayajon, shunga o'xshash qarshi taktikalar bor edi. Men shularni o'rgandimki, bu kursda omma oldida gapirish unchalik qiyin emas. Asosan qo'rquvni yengish usullari, hayajon yo'qotish, gapni o'ylab gapirish, bog'dan tog'dan gapirmaslik, shunga o'xshash holatlarni juda yaxshi o'rgandim. Bu kurs asosan o'sha omma oldida ko'pchilik chiqadigan boshliqlar misol uchun yoki bo'lmasa bizga o'xshagan bosh vrachlar uchun, ya'ni o'zida jamoasi borlar odamlar uchun tavsiya qilaman. Men bu kursga kelishimdan o'zimni shaxsiy maqsadim gapirish vaqtida degan parazitlar bor edi. Mana shuni yo'qotish maqsadida kelgandim. Lekin unga qo'shimcha ravishda boshqa bilmagan narsalarim bor ekan, ularni ham oldim. Boshqalarga ham mana shu notiqlik bo'yicha o'zini rivojlantiraman deganlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi kurs. Ismim Abdurahmon Farruh, kasbim stomatolog. Men ish faoliyatim davomida hamda vloglar yuritishim davomida notiqlik bo'yicha o'zimdagi parazit so'zlar, parazit pauzalar bo'yicha muammolarim bor edi va bugun 2 kunlik darsda o'shalarga yechimlarni topdik va darslar kutganimizdan ham a'lo bo'ldi. Hammaga va blogini yuritmoqchi bo'lgan barcha kasb egalariga tavsiya qilaman.